Bizning mag'lubiyatimizning 4-chi Uyg'urlarning mag'lubiyati qandoq mag'lubiyat? Uyg'urlarning mag'lubiyatini yakunlab baqaylik. Uyg'ur degan atalg'u mag'lubiyat degan so'zni eng mukammal ifodalaydigan ma'nodosh so'zga aylandi. Mag'lubiyatga mundaq uzun chidab kelgan va havas qilgan millat tarixda bakla oz bo'ldi. Oz bo'lishi mumkin deyman. Oz uchraydi. Mongollarga mag'lub bo'ldik. Tunganlarga mag'lub bo'ldik. Ruslarga mag'lub bo'ldik. Manjurlarga mag'lub bo'ldik. Xitoylarga mag'lub bo'ldik. Hatta Beijing'dek bir manqa Xitoyga mag'lub bo'ldik. Kuchli dushman uchrab qolsa mag'lub bo'ldik. Uningga mag'lub bo'ldik. Acil dushmanga yo'liqsa uningga mag'lub bo'ldik. Achchiq gap qilsa achchiq gapiga mag'lub bo'ldik. Tatliq gap qilsa shirin so'ziga mag'lub bo'ldik. O'ynatsak o'ynab mag'lub bo'ldik. O'ynatsak o'ynatib mag'lub bo'ldik. Ursa yiqilib mag'lub bo'ldik. Tik tursak chas berib mag'lub bo'ldik. Qo'rqatsak qo'rqab mag'lub bo'ldik. Beshimizni silab qo'ysa akilab mag'lub bo'ldik. Mehmon bo'lib barsak mehmon bo'lib mag'lub bo'ldik. Soyibxon bo'lsak soyibxon bo'lib mag'lub bo'ldik. Namoz o'qib mag'lub bo'ldik. Namoz o'qimay mag'lub bo'ldik. Hujum qilib mag'lub bo'ldik. Chekinib mag'lub bo'ldik. Qo'limizga qurol ilib mag'lub bo'ldik. Qo'limizga qurolni topshirib berib mag'lub bo'ldik. O'zimizning tajribasi bilan ish qilib mag'lub bo'ldik. Boshqalarning tajribasini o'rganib mag'lub bo'ldik. Dünya vaziyeti bizga yan bosqandimi mag'lub bo'ldik. Dünya vaziyeti bizdan yuz o'rgandimi mag'lub bo'ldik. Chet elning yordamiga erishib mag'lub bo'ldik. Chet elning yordamiga erishmay mag'lub bo'ldik. Zamonga beqib mag'lub bo'ldik. Zamonga boqmay mag'lub bo'ldik. Boshqalarning madaniyatini qabul qilib mag'lub bo'ldik. Boshqalarning madaniyatini rad qilib mag'lub bo'ldik. O'zimizdan faxrlanib mag'lub bo'ldik. O'zimizdan zorlanib mag'lub bo'ldik. Ancha muncha midirlab mag'lub bo'ldik. Jim yetib un chiqarmay mag'lub bo'ldik. Qarishliq qilib mag'lub bo'ldik. Bo'ynimizni raqibning qilichiga egib berib mag'lub bo'ldik. Tik turib mag'lub bo'ldik. Til mag'lub bo'ldik. Til mag'lub bo'ldik. Ilm fan o'qib mag'lub bo'ldik. Ilm fan o'qimay mag'lub bo'ldik. Birlashib mag'lub bo'ldik. Ayrılib mag'lub bo'ldik. Dünyani ko'rmaymi mag'lub bo'ldik. Dünyani ko'ribmi mag'lub bo'ldik. O'zimizning ichida mustaqilchilarga agishib mag'lub bo'ldik. Mustaqillikni rad qilganlarga agishib mag'lub bo'ldik. Mag'lubiyat faqat Uyg'urlarni ko'rganda yashasin deb to'laydigan bo'lib qoldi. Mag'lubiyatga chidamlik qilish va xumor bo'lish Uyg'urlarning takrorlanayotgan tarixi. Mag'lubiyat degan so'zning eng mukammal aniqlamasi Uyg'ur degan so'zda ifodalangan bo'lib ketdi. Bo'lib qoldi. Bizning mag'lubiyatimiz yana haybatlik va santanatlik mag'lubiyat. Harbiy, iqtisod, siyosat, diplomat, ilm fan, muarif, coğrafya, ideologiya, psixologiya, falsafa, ruh, jasorat, pozitsiya, e'tiqod, strategiya, taktika, kuzatish, mo'ljarlash, iroda, ishoncha, tashkillash, savdo setiq, bola tarbiyalash, saviya o'stirish, ijodiyat, ishoncha, ittifoqlashish, tashviqot, kelishim qatorliqlarning hammasini mukammal ichiga olgan mo'l va rang-barang mag'lubiyat. Men o'ylab qoldim. Sizlar mi o'ylab yiqinglar? Uyg'urlarda mag'lubiyat bilan bundoq yaqin do'st bo'la olgan yana bir millat bormi? Uyg'urlarning bu mag'lubiyatining cho'nqur va qorong'u girdobidan chiqish imkoniyati bormi? Parlaq nur chochadigan yo'lni tashlab, qorong'u girdobining atrofida piqirab yurishni tanlab bilish Uyg'urlarning takrorlanayotgan tarixi. Mag'lubiyatning 6-aloyiki Uyg'ur mag'lubiyati.
Uyg'urlar